Bizga 10 kilometr tezroq harakatlanish imkonini bering degan iltimos bilan chiqqanimiz yo'q. Hukumatni, Qonunchilik palatasini chalg'itishni to'xtating. Noto'g'ri informatsiya yetkazishni to'xtating. Biz so'ramagan narsani so'radi deb biz nomimizdan gapirmang. Agar sizning avtomashinangiz bo'lsa, siz loaqal o'sha siz minayotgan, siz boshqarayotgan transport vositasiga berilgan texnik o'sha xatolikni, agressiyasini qanchani tashkil etishini bilasizmi? Hali kecha uruvur avtoterroristlarga imkoniyat berilyapti, odamlar o'ladi deb mana shunday ishonch bilan gapirayotganlar. Kim sizga aytdi, agressist 10 kilometr qilib belgilansa, haydovchilar 10 kilometr tezroq yuradi deb kim aytdi sizga? Nima haqqingiz bor? Bizning nomimizdan, xususan meni nomimdan bunaqa fikr bildirishga. Shaxsan agressist 10-15 qilib belgilangan taqdirda ham men soatiga 60 kilometr tezlik belgilangan joyda 60 kilometr tezlik bilan yuraman. Ammo avtomashina meni aldashi mumkin. Men hayolan 60 kilometr tezlik bilan ketyapman deb o'ylayotgan bir vaqtimda transport vositasi 67 kilometr harakatlanayotgan bo'lishi mumkin. Menga bog'liq bo'lmagan holda. Avtomashinani o'lchami, uni ichidagi bosim yoki bo'lmasam uzatish qutisi yoki speedometrdagi xatoliklar sababli transport vositasi men o'ylagandan ham tezroq ketayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham pogreshniy beriladi. Ya'ni mana shu xatoliklar qurboni bo'lib qolmasligimiz uchun ham butun dunyo har qanday o'lchov asboblari bo'ladimi, transport vositasi bo'ladimi, albatta xatolik darajasini belgilab beradi. Ya'ni siz soatiga 60 kilometr tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsangiz, transport vositangiz men yuqorida sanagan omillar sababli 10 kilometrga tezroq yurayotgan bo'lishi mumkin. Keyin uyingizga jarima keladi. Uyingizga siz harakatlanmagan tezlik uchun jarima keladi. Siz savol berasiz, meni tezligim baland emas edi-ku deb. Kerak bo'lsa qanaqadir foto isbotlarni taqdim qilasiz. Savol, nima uchun haydovchining tezligi soatiga 60 kilometr bo'lsa-da, u real hayotda tezroq yurgan bo'lib chiqyapti? Ana shu joyi pogreshniy deyiladi.